ayollarni psixologlarga qatnashishiga qanaqa qaraysiz? Ayollarimizni psixologlarga qatnashidan avval internetdagi bo'lar bo'lmas kontentlarni ko'rishdan tiyilish tarafdoriman men birinchi o'rinda. Keyin o'ylardimki, mana shu kontent qo'yayotgan kontingentni ham sal jilovlash kerak. Chunki bu bir yil ishlab topgan pulini bir kunda qaysidir restoranda qanaqadir bayram qilib o'tkazib kontent qo'yadi. Uni ko'rgan har bitta ayol baribir orzularni ana og'ishda yashaydi, o'zini o'sha ayollar bilan solishtirishi, turmush o'rtog'iga nisbatan qanaqadir sovuqlik his qilish boshlanadi. Shunaqa narsalar ko'p ko'ravergandan keyin baribir o'zi ham xohlaydi, eridan talab qilishni boshlaydi. U erkak farzandlari bor, ota-onasi bor, oilasining ro'zg'ori bor, boshqasi bor. Unga orttira olish imkoniyati bor yo'qligi bilan ozgina hisoblashmay qo'yadi. Shuning uchun psixologlarga qatnasa, o'sha psixologlarimiz tomonidan mana shu narsalar tushuntirilsa, foydali narsa bilan, kitob o'qish bilan, bolalarning tarbiyasi bilan shug'ullanilsa, menimcha yaxshi bo'ladi.